ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة بحتم القرآن العظيم وبحرمة رسولك الكريم. واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم زين بزينة تلاوة القرآن وأكرمنا بكرامة تلاوة القرآن. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة تلاوة القرآن. واهدنا والجنة بشفاءة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة وقبر وقبورنا مونسا وفي القيامة شافعا ومن النار سترا وحجابا. اللهم يا منزل البركات اللهم يا أترافع البليات اللهم رافع الدرجات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. Yaratgan egam Alloh, o'qilgan tilovatni yakka yolg'iz sening rizoliging uchun o'qidik. Allohim qilingan inshaalloh 30 pora Qur'ondan hosil bo'lgan 114 ta suraning barokotidan jamiki Allohim oyati karima har bir zir zabari haqqidan hurmatidan Alloh avvalan boshi o'qilgan inshaalloh kalomini payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ravzalariga nuru rahmat qilib ahli baytlarining ravzalariga yetkazgin. Yaratgan egam Allohim har birimizdan Qur'on talab bo'lganlarni va shu xonadonda umid bilan Qur'onni xatm qildirib inshaalloh otalaridan yaratgan Robbim buvalaridan xil-xish yetti pushtilaridan jigar go'shalaridan qaynana qaynata qayin bo'yinlaridan umidvor bo'lgan Allohim shu xonadondan Qur'on talab bo'lgan jamiki mo'min va musulmonlarga mu'mina yu muslimalarga Allohim xatmi Qur'on nurini qabrlariga yetkazgin. Hosil bo'lgan xatmi Qur'on nuri bilan inshaalloh tirilarga shifo, rahmat, hidoyat bergin. Allohim Qur'on haqqi bilan dunyo ishlaringlarni, din ishlaringlarni Alloh o'nglasin. Shu xatmi Qur'on xayri bilan, hurmati bilan xonadoningizga fayz, baraka ato etsin. Shu fayz bilan Allohim yaratgan ekan farzandlarimizni bir-biriga inshaalloh oqibatli qilsin. Bolalaringlar Qur'onxon, Yosinxon zurriyotlardan bo'lsin. Dunyodan o'tayotgan kezimizda orqamizdan jaynamoz va Qur'onlarimiz g'arib bo'lmasin. Allohim uylarimizni larzaga keltirib azon etadigan muazzinlar tug'ilsin. Allohim avlodlarimizdan tug'ilayotgan kimsalar dunyoda Qur'on ilmidan ta'lim beradigan mudarrislardan bo'lsin. Qiyomat kuni Allohim Qur'onni to'plagan, Qur'onni jamlagan muborak zotlar bilan turpoqdan turib bir safda jannatga yurishlikni Alloh nasib etsin. Allohim inshaalloh Qur'on ko'targan jamiki qo'llar, go'daylarni qo'llari, vujudlari zahmat ko'rmasin. Bifadlika, bikaramika, birahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Xatm Qur'oniylar dargohida qabul bo'lsin. Xush kelibsizlar aziz-ayollar. Qadamingizga Robbim Allohning hasanoti, yaxshiligi va mag'firatlari bo'lsin. Barchalarga kirgan oy sana inshaalloh xayr keltirsin. Bugun bu xonadonda ko'rishib turibmiz. Uzoqdan yaqindan qadam bosib keldinglar. Allohim bugun bosib kelgan qadamingizlarga hozir Xudoning uyini umro qilayotgan hojilar savobini ato etsin inshaalloh. Bugun ruxsat bersanglar, sizlar bilan duo haqida gaplashamiz. Islom dinida qanday duolar bizga buyurildi? Islom dinida qanaqa duo qilsak noto'g'ri deb hisoblanadi? Payg'ambarim alayhissalomning tavsiyalari bilan bugun shu xonadondan nimadir ko'tarib ketasizlar deb umid qilamiz. Payg'ambarim alayhissalom marhamat qildilar. Taqdirni hech narsa o'zgartira olmaydi. Bu yozilib bo'lgan ilmiy soxta. Magaram duodan boshqa dedilar.
Taqdiringiz ona qornida 120 kunlik bo'lganda bitilar ekan. Chaqaloq hali 120 kunlik bo'lmagunicha taqdir yozilmay turar ekan. Demak 120 kunlik bo'lguncha farzand ustida nimani duo qilsangiz, Alloh taolo ijobat qilar ekan. Demak, 120 kunlik bo'lganda Alloh farishtalarini qo'liga taqdirini yozib, ona batnida yotgan farzandni toliga ko'chiring deb turib amr berar ekan. Va mana shu 120 kunligimizda onamizning qornida yozilgan toliyimizdagi taqdir faqat bitta rahmat, duo bilangina o'zgarar ekan. Bir onaizor qiblaga qarab, Allohim dardmand farzandimga shifo bergin deb yalin ursa, yolvor ursa, Alloh taolo dardmand farzandni taqdirini o'zgartirib, qolgan umrini shifoda, rahmatda o'tkuvchi qilib qo'yar ekan. Bir farzand baxtsiz, onaizor yalin ursa, yolvor ursa, Allohim baxtini chiroyli qilib yozar ekan. Faqat biza noumid bo'lmasak bo'ldi. Kimdir bitta taqillatganda Allohning eshigi ochiladi, labbay qulim deb. Kimdir 10 yil taqillatadi. Kimdir Alloh alam shu narsaga yetishmay o'tib ketadi. Lekin har bir ishda hikmat bor, hech narsa bejiz deb bitilmaydi islom dinida. Payg'ambarim alayhisalom marhamat qilyaptilar. Alloh har biringizni jismingizga dard bergan. Dardning 70%i unutmang, duo bilan tuzaladi dedilar. Faqat 30%i doriga, tabibga bog'liq bo'lar ekan. Dorini zo'rini ichdim, tabibning zo'riga bordim, lekin nafini bilmadim deganlar ko'p bo'ladi. Yig'ilida o'tirib, eshitib o'tiraman ayollarning gapini. Dorini haltalab ichish mumkin. Tabibni eng zo'rlariga borish mumkin, lekin bandada shu narsaga duo bo'lmasa, tuzalish dargumon ekan. Shuning uchun bismillah deb og'zingizga solayotgan bitta dorini ham farishtalar quloq solib turadi. Bi niyati shifo. Allohim shifo niyatida ichdim deb duo qilmasangiz, uni shifosiga yurishi yo'q ekan. Sarvari koinot alayhisalom marhamat qilyaptilar. Duo shunaqa kuchli rahmatki, arab tilidan o'zbek tiliga duo nido, yalinish, yolvorish deb tarjima qilinadi dedilar. Va Allohning marhamati bilan biza haqiqatdan yalinguvchimizni buni harakatimizdan ham bilsak bo'ladi. Mana ikkita qo'limizni ochib Allohga tilanamiz. Ber Alloh deb. Payg'ambarim alayhisalom so'rasalar qo'llarini baland ko'tarib so'rar ekanlar. Rido kiyarkanlar, ridoni yengidan muborak qo'ltiqlarini nuri odamlarning ko'zini qamashtirar ekan. Ayollargacha deyilganda, ayol ummatlarim ko'kraklarini to'sib, yelka barobarlarda qilsa yetadi degan ekanlar. Ayollar bunday qilib qilmaydi-da. Hayo bilan ko'krak to'sib qilsa to'g'ri bo'lar ekan. Duoda ko'kka qaramang dedilar payg'ambarim alayhisalom. Duoda osmonga qarashlik bu duoni odobiga rioya qilmaslik deb hisoblanar ekan. Eng yaxshi duo Alloh taolo bandasini qo'lini duoga ko'tarib, ko'zini hayo bilan yerga tikkanini Alloh sevar ekan. Nega ortimizda turgan shuncha aybimiz bor, orqamizda turgan shuncha gunohimiz bor. Shu gunohlar bilan ko'zimizni yerga qaratib so'rasak, Alloh taoloning mehri, muhabbati bizga oshar ekan. Payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilar. Bir odamning duosi qabul bo'lmasa, qabul bo'lguvchini qidirib topsin dedilar. Qabul bo'luvchilar bir nechta ekan, ulardan birinchisi ona bilan ota bo'lar ekan. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, ona bilan mening oramda duoda parda bo'lmaydi deyapti Alloh. Sizlar hammanglar onasizlar. Sizlarni duoinglardek qudratli duo yer yuzida yo'q. Ertalab ko'chaga ketayotgan bolangizni o'zini agar aqliga yetmasa, to'xtating, qaytaring. Duo bering, keyin chiqaring. Bu onani duosi bilan chiqqan bola sovut kiyib chiqqan bola hisoblanar ekan. Uncha-muncha ofat, uncha-muncha kelayotgan Alloh asrasin talofat ona duo bilan o'rab chiqargan farzandni aylanib o'tar ekan. Shuning uchun duoingiz qabul bo'lishini xohlasangiz, onaizorigizga, otangizga duo qildiring degan ekanlar payg'ambarim alayhisalom. Yaqinda bir ajoyib voqea bo'ldi. Shu mendan ikkita ko'cha orqada turadigan qarangki bir yigit, bir chiroyli mashinalarda o'ziga to'q yigit yonlarida ayollarni o'tkazib kelishdi-da, opa bizga palonchi qor ekani, manzillari kerak deydi. Men so'radim, bilsam bo'ladimi? Men manzil beruvchiman. Siz boruvchisiz. Siz nima niyatda ketayotganingizni avval bilishim kerakman. Yaxshilik bilanmi? Yomonlik bilanmi? Shu odam aytdilarki, yo yomonlik yo'q, opa bir ish boshlaganman. Ruxsat bersangiz, manzilni etsangiz, men shu qor akadan duo olmoqchiman dedilar. Men savol berdim, boshingizda onangiz bormi dedim.
Borlar dedilar. Onangizdan shu boshlayotgan ishingizga duo oldingizmi dedim. Bu yigit aytdilarki, onalar har doim duo qiladi-ku dedilar. Qarang, onalarning beg'uborligini, hech bir haqsiz har doim duo qilishini bolalarning o'zi ham biladi. Savol berdim. Aynan shu ish uchun mashinangizni orqasini sovg'a salomga to'ldirib ketyapsiz. Shu olib ketayotgan hadiyingizni 3dan 1ni bo'lsa ham oldiga qo'yib, onajon meni duo qiling. O'yimni piri, azzavliyosi siz ekansiz. Siz duo qilsangiz qabul bo'lar ekan. Qarangki, qorilarniki deb aytdingizmi desam yo'q dedilar.